Avstraliyada o'qimoqchi bo'lgan do'stlar, bugun sizlar bilan Avstraliyaga borgungacha bo'lgan xarajatlarni birma-bir hisoblab chiqamiz. Qani biz boshladik. Eslatib o'taman, hisob-kitobni boshlashimizdan oldin videoga hoziroq bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, chunki men sizga kerakli ma'lumotlarni ulashib boraman. Demak, aziz do'stlar, Avstraliyaga topshirdingiz, endi sizni qanaqangi xarajatlar kutib turibdi va siz qancha pul bunga ajratishingiz kerak. Birinchi o'rinda universitet tomonidan talab qilinadigan depozit to'lovi, ya'ni birinchi semestr uchun siz to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Bu universitetga qarab har xil summa chiqadi. Qaysi universitetda 8000, 9000, 10000 dollar atrofida chiqishi mumkin. Bu bir semestr kontrakt to'lovingiz hisoblanadi. Ikkinchi eng muhim qiladigan xarajatlaringizdan biri esa bu tibbiy sug'urta uchun qiladigan xarajatlaringiz hisoblanadi. Aytaylik, siz necha yilga o'qishga borishingizdan qarab, siz o'shancha yilga tibbiy sug'urta sotib olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizning o'qishingiz 2 yil bo'ladigan bo'lsa, 2 yilga amal qiladigan tibbiy sug'urta sotib olasiz. O'qishingiz 3 yil bo'lsa, 3 yilga amal qiladigan tibbiy sug'urta sotib olasiz. O'qishingiz 4 yil bo'lsa, 4 yilga amal qiladigan tibbiy sug'urtani sotib olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz oilaviy boradigan bo'lsangiz, umumiy oilaga amal qiladigan, umumiy o'qish muddatigacha amal qiladigan tibbiy sug'urtani sotib olishingiz kerak bo'ladi. O'rtacha hisobda 1 yil uchun siz 800 Avstraliya dollarida tibbiy sug'urta uchun to'lashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, sizni o'qishingiz 2 yil bo'ladigan bo'lsa, 2 yil uchun 1600 Avstraliya dollari, o'qishingiz 3 yil bo'ladigan bo'lsa, 2400 Avstraliya dollari, o'qishingiz 4 yil bo'ladigan bo'lsa, 3200 Avstraliya dollarini siz tibbiy sug'urta uchun to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu to'lovni siz xohlang universitetga to'lashingiz mumkin, ya'ni kontrakt to'lovingizga qo'shib, birinchi semestr to'lovingizga qo'shib, tibbiy sug'urtani to'lovini ham universitetga to'lashingiz mumkin, yoki bo'lmasam tibbiy sug'urtani o'zini отдельно sotib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Uchinchi siz qiladigan xarajat esa bu viza to'lovlari. Hozirgi kunda talabalik vizasining narxi 2000 Avstraliya dollari hisoblanadi. Agar siz oila a'zolari bilan birgalikda topshiradigan bo'lsangiz, ular uchun ham alohida to'lashingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi siz qiladigan xarajat esa medical check-up. Ya'ni siz tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'ladi va tibbiy ko'rikdan o'tish uchun esa siz kamida 200 Amerika dollarida xarajat qilishingiz kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy hisobda siz qiladigan xarajatlar 4 qismga bo'linyapti. Universitetga to'lanadigan kontrakt to'lovingiz, tibbiy sug'urta uchun to'lov, viza xarajati va medical check-updan o'tish uchun, tibbiy ko'rikdan o'tish uchun qilinadigan xarajatlar. Aynan shu xarajatlar sizga kamida 12000 dollardan maksimum 15000 dollar, oilaviy topshiradigan bo'lsangiz, maksimum 20000 dollarga qarab chiqib borishi mumkin. Albatta narxlar o'zgaradi. Bu siz topshirgan programmaga, dasturga, siz oilaviy topshirasiz, o'zingiz topshirasiz, o'qish muddatingizga, hammasiga bir-biriga bog'liq va individual holatda hammada xarajat summalari har xil chiqishi mumkin. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq bitta like bosing va YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va men sizga barcha qiziqarli ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni ulashib boraman.